musobaqasiga xush kelibsiz deymiz. Здравствуйте, уважаемые гости и дорогие участники фестиваля. От имени Cyber University рады приветствовать вас на сегодняшнем конкурсе современных знаний и активностей. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli yoshlar, kichkina bolachalar, jajji bolachalar, sizlar uchun bu festival tashkil qilindi. Sizlar kelajakda kim bo'lishlaringizni ko'rib ketinglar, o'zlaringizga yaxshi yo'nalish olinglar. Kelajak zamon yurist emas, iqtisodchi emas, kelajak zamon mana shunaqa zamonaviy texnologiya yaratadigan, dron uchiradigan, samolyot uchiradigan, robot yasaydigan kelajak zamon bor. Va aslida bu tadbir Cyber University'ni birinchi tadbiri. Bilasizlar, bu Cyber University O'zbekiston Respublika Prezidentimizni shaxsan tashabbusi bilan bu yil tashkil qilingan va bu universitet zamonaviy universitet bo'lib, eng zamonaviy bilimlarni sizlarga, yoshlarimizga yetkazib, sizlar ertaga vatanimizni himoya qilishga, qalqon sifatida turib berishga yordam berasizlar. Bu universitet respublika darajasidagi emas, O'rta Osiyoda va ertaga dunyo darajasida olib chiqadigan respublikaning bittasi, universitetlarning bittasi bo'ladi. Biz shunga ishonamiz va shuni birgalikda tashkil qilishimizga jalb qilamiz, taklif qilamiz. Yoshlarimiz, ota-onalar, shu yerda mutaxassislar, turli xil biznes sohani vakillari, kelinglar birgalikda yarataylik. Kelinglar birgalikda shuni tashkil qilaylik. Albattaki hozirgi jarayonni tashkil qilishda bizning katta hamkorimiz, yaqindan hamkorimiz Cyberpark tashkil yordam beryapti. Cyberpark bu ham alohida bir tashabbus. Bunchalik bilmaydi, unchalik ko'rsatish mumkin, bilmasligi mumkin, lekin juda katta ishlar qiladigan juda katta tashkilot. Bizni osmonimizni musaffo saqlaydiganlardan tashkilotlarning bittasi tashkilot shu. Shuning uchun stendlarni yaxshilab o'rganinglar, ko'ringlar, qo'llarini tiyib ko'ringlar. Robotlar kelajak o'tgan zamon emas, kelajakda u qachondir bo'ladigan emas, hozir hayotimizda bor. Ertaga sizlar yoshlarimiz, mana kichkina bolachalarimiz bor, men xursandman. Ichkariga kirib universitet imkoniyatlaridan tanishinglar. Kutubxona bor, Cyberparkimizga taklif qilgan bir ajoyib laboratoriya bor, lekin bu boshlanish hali juda katta ishlar birgalikda qilamiz deb niyat qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli musobaqa qatnashuvchilar, hurmatli mehmonlarimiz, добрый день, гости, участники соревнования. Очень много слов сегодня: кибер, университет, киберпарк, кибербезопасность. В первую очередь я хочу отметить, что вот это вот замечательное чистое голубое небо над нашей головой, это солнце. Все наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить эту безопасность и привлечь внимание всем участникам соревнований.
Ana endi navbat birinchi o'ringa, birinchi o'rinimizda Robot Dev. Mana u. Birinchi o'rin. Robot Dev. Buni o'ziga yoqmaymi? Rasmiga bo'lma. Menga berdilar. Kutib tur. Robojang musobaqasida ikkinchi o'rin. Timur Hasanov. Robojang musobaqasida birinchi o'rin Boboyev Nabi. Nabi aka. Ko'p chiqoldi. Bakalım. Bak nimani? Turkiya aviamodellar bellashuvi musobaqasida faxrli ikkinchi o'rinni Vatanparvar jamoasi oldi. Gordiya aviamodellar bellashuvi musobaqasida faxrli birinchi o'rinni Cyberpark jamoasi oldi. Bak nimani? Master musobaqasida faxrli ikkinchi o'rin uchun Ziklon SSS. Xo'p, uchinchi o'rinni egallagani uchun Zeroda Team jamoasi. Faxrli birinchi o'rinni egallagani uchun Zerikiston jamoasi. Zerikishda yutib qo'ydi. Xo'p, faol ishtiroki uchun Cyber Admiral jamoasi. Mana qaranglar.